Salom do'stlar, sizlar bilan Lisa. Bugun Get Ready With Me. Bu esa sevgim. Va bugun sizlar bilan shouga tayyorlanamiz. Qani kiring. Bu esa mening mehmonxonam. Bugun ertalabdan yomg'ir yog'di, ammo hozir quyosh chiqdi. Sizlarga tabiatni ko'rsatishim mumkin. Bu yerda siz ko'rishingiz mumkin Eiffel minorasini. Men hozir New Yorkdaman pop-up tadbirlari uchun. Va men hozirgina Parijga yetib keldim. Men har doim kelganda birinchi qiladigan ishim bu shopping. Tezda Parijga qo'yganim zahoti sirazi shoppingga boraman. Bu men. Bu kimligini bilasanmi? Uning ismi Muk. U White Lotus'ning xodimi. Xodim. U salomatlik bo'yicha mentor. Bu mavsumda asosiy e'tibor salomatlikka qaratilgan. Mening salomatlik haqidagi tushuncham esa yaxshi uxlash va yaxshi kayfiyat bilan uyg'onish. Bilmadim, boshqa do'stlarim bilan vaqt o'tkazarman, ammo lekin bu faslda men uchun Muk qadrli. Suratga olish ishlarida qatnashish men uchun eng yaxshi lahzalar bo'lmoqda. Chunki bu men ilgari qilmagan yangilik. Shuning uchun har borganimda biror yangi narsani o'rganardim. Bu filmni olish juda ham zavqli bo'ldi men uchun. Bugun mening ko'rinishim smooth uslubda. U mening ko'zimni biroz odatdagidan qoraytiradi. Shunday qilib, mening sochlarim, men sochlarimni 6 yoki 7 oydan beri bo'yamadim, chunki White Lotus'ni suratga olayotgan edik. Tez orada tugatamiz buni. Men uni yorqinroq rangga o'zgartiraman. O'zimning ko'rinishimni biroz o'zgartirmoqchiman, chunki 6 oydan beri o'zgartirmadim. Meni kun tartibim yo'q, ammo lekin doim o'zim bilan dush filtrini olib yuraman, chunki mening terim juda ham ta'sirchan hamda quruq va doim ko'proq yuz maskasini qilaman. O'ylaymanki bu tartib. Salom 5. Panja, seni yaxshi ko'raman. Men Bangkokda yashaganman, lekin hech qachon sayohat qilishga imkonim bo'lmagan Shimoliy yoki Janubiy Tailandga. White Lotus suratga olinayotgan paytda men Janubiy Tailandga juda ko'p bo'ldim va unga oshiq bo'ldim. Shuning uchun Janubiy Tailand va Bangkokka borishni tavsiya qilardim do'stimga. Shimoliy Tailand bo'lsa, umuman boshqacha vibe'ga ega. Shimoliy Tailand zo'r. Men Phuket, Shanghai va Bangkokni juda yaxshi ko'raman. Xo'p, bolalar, men endi ketishim kerak, chunki shouga kech qolaman. Va bu mening ko'rinishim bu kech uchun. Bu safar barchasi qora rangda. Bu juda bo'sh turibdi, ammo bizda struktura bor. Keng yelkali. Men o'zimning albomimni eshitib ko'rdim. Bu yaqinda chiqdi. Bilmayman, menimcha faqat 3 ta qo'shiqni eshitsam kerak. Lifestyle, F Up the World and Dream. Bu albomning energiyasi. Men albomda 5 ta shaxsiyat ishlatganman. Men istaymanki, meni eshituvchilar kuchli, matonatli, qo'rqmas bo'lishini. Bu albomning ichida Rosalie, Ray va Doja Cat ishtirok etgan. Va boshqalar ham. Barchasi super professional va juda ham zo'r. Va men ular bilan qayta ishlashni xohlayman. Bu LV Baker sumkasi. Men bu sumkani oxirgi shouda ham ishlatgandim. Ular taklif qilishi va chaqirishdan oldin men beige rangini tanlayman. Xo'sh, men har doim telefonim, ko'z tomchilari va bleskimni olib yuraman. Stressga tushganimda eng yaxshi yordam bu uxlash, ovqat yeyish va ularning suratiga qarash. Panjalarimni qarang. Xo'p do'stlar, endi meni shouga ketish vaqtim bo'ldi. Men bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr. Barchaga e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan sarvinoz bo'ldi. Xuddi shunday videolar uchun obuna va like tugmasini bosishni unutmang.